Namayishning Terjimhali Aptori Kassini. Men 6 aprel Washington erkinlik meydanida bo'lgan namayishdan keyin ijtimoiy taratqullarimizda yuz bergan namayish uqumi haqidagi ba'zi munozirlarga asosan namayishning terjimalini yezib chiqishni qaror qildim. Dünya Aporida bo'lgandan hozirga qadar yer shari jo'grafiyasida nurg'unlagan o'zgarish bo'ldi. Vaqt va shiddatli yomg'irlarning urilishi sababidan nurg'unlagan qiyo toshlar va tog'lar uprab shakllarini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Nurg'unlagan bo'stonliqlar muz tog'larga aylandi. Masalan, Antarktikadek. Nurg'unlagan dengizlar qumliqlarga aylandi. Masalan, Taklimakan cho'lidek. Vaqt va suvning o'zliksiz yolishi sababidanmi nurg'unlagan yer shakli o'zgarishlari yuz berdi. Ba'zi qit'alar ikkiga bo'linib ketdi. Bu xil o'zgarishlarga moslasholmagan nurg'unlagan jonliqlarmi mavjudligini yo'qotdi. Masalan, dinozavrdek. Ammo inson Aporida bo'lgandan tortib hozirga qadar faqat bir narsada o'zgarish bo'lmadi. U bo'lsimi insonning vijdoni. Namayishning terjimhali ham vijdonning terjimhali bo'lib, u inson ichki dunyosining sohillarini bo'ylab yeziladi. Uyg'ur da'vosi ham vijdonning da'vosi bo'lib, namayish vijdonning ko'chalarga to'kilishidan iborat. Agar bir millatning vijdoni banoyi sabablarga to'lgan, bir qoq deydigan, butnaydigan, yomonlaydigan va yoki kichik bolalarning kamput bermasang chiqmayman deydigan soddalarcha harakatiga o'xshab qolgan ahvol ostida bu millatning insonligidan umid qolmagan bo'ladi. Chunki vijdon demak insonlik demak. Dunyo adolatini insonlikning to'riga hisoblangan vijdon kontrol qilib keldi. Albatta, vijdonsizlar ko'p bo'lgan bir millatmi adolat tarozisida yenik o'ltirib keldi. Dunyo ekologiyalik muhitning buzg'unchilikqa uchrashi, hayvonlar naslining yo'qolib ketishi, kamsitish, irqiy qirg'inchilik, insonni inson qul qilish qatorliqlarning hammasini tur deb to'xtatgan vijdon edi. Uyg'ur xalqi navbatda dunyoda kamdan kam uchraydigan intayin ig'ir bir qirg'inchilikning bo'sog'isida turayotgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur vijdoni namoyish qilib ko'chalarga to'kilish jihatda eng to'van saviyadagi sodda munozirlar holatida turmoqda. U bo'lsa-mu, ma'lum kishilar yoki ma'lum tashkilotlar bizga bir nima qilib berdimi? Biz namoyishga chiqqadak degandan iborat. Vijdon ichimizdan kelgan sada. Ya'ni shiddatli bir bo'ronning chiqayotganligining ifodasi. Ammo biz uning ustini chiroyli banoy sabablar bilan bezalgan yaltiroq yopiqlar bilan yepib qo'yapmiz. Vijdon Allohning ichimizda barpo qilgan Ka'basi deydi Turkiyalik diniy olim Mustafa Islom o'g'li. Shundoq vijdon o'z navbatida yana insonning o'zi bilan hisoblashishi. Vijdon ichimizdan kelgan sada. Namayish
İçki dünyamızdaki əşi vicdanның, insanlıq ximi turçumuzның sırtqı etilib çıxışıdan ibaret. Bu xuddi tağ qaptallarının ən çoğunqur qatlamlardaki lavalarının sırtqı partlab çıqqınıға oxşaş. Ayyub aleyhisselamның qıssini kişiler köpinçe ən yüksek derecedeki sabır taqatның qıssi deb düşünüdü. Amma bu qıssa öz növbətində yana zalim aldıda öz şəxsi mənfəətləri səbəbindən haq gəpni qılalmağan bir qavmның Allah tərəfindən qandaq jazalanğanlığından ibarət bir ibrət qıssıdır. Allah Ayyub aleyhisselamğa o'shki o'g'il, cheksiz ketgan yer zimin, mol, uloq, oltin, kumush bergandan boshqa yana payg'ambar qilib tanlagan edi. Shu davrning piravini bilan bo'lgan bir qitimliq suhbatda Ayyub aleyhisselam oilasi va mol-varallarining ziyon zahmatga uchrab qilishidan andish qilib, piravinning adolatsiz söz hareketlerine sükut turgan idi. Allah faqat ve faqat zalimning qarşısında turib, adaletni yaqlayolmaganligi uchunla uni jazolaydiganligini e'lon qildi. Yer tavrash va sel ofatlari orqali uning o'shki o'g'li va butun boyliqlarini qo'ldan oldi. Özünü kesel qildi. Zalim Firavun bilan Ayyub aleyhisselam o'ttirsida tarixda yuz bergan bu vaqa Xitoy zulmidan qo'rqib, möküp yashayotgan Uyg'urlarning ahvoliga nima degan o'xshagan ha? Uyg'urlar namayishning yoki vijdonning tarjimalini yaxshi o'qimay va bilmay turib dünyadaki insanlık bayrak astığa yığılgan insanlar kurup çıkan hak adalet darvazasının aldıda öçretli turalmaydı. Uygurlar içki dünyasındaki vicdanını taşqi dünyaga, koçulağı namayiş qılıp tökmey turup, başqalardan insani yardım kütelmeydi. Uygurlar vicdanını kapsap turgan Xitoy sayısıdan qutulalmay turib, vatanini qaytirib ololmaydi. Uyg'urlar vijdon tarozisida o'z-o'zini tortmay turib, dunyoda mavjud bo'lib, uzun muddat turolmasligi mumkin. Chunki nurg'unlagan qavmlar faqat va faqat vijdoni va odamiyligi g'ururi bo'lmaganligi sababidan Allah tərəfindən halak qılınğan idi tarixdə. Tügidi. 2019 yıl 27 aprel.